Ütüp ketidi deyishdiq. Rostilla ütüp ketdi. To'nglab ketgan bir jup qo'lni ching siqib isitmay turib, netchilgan qish. Bir tashda gulni sug'urib echildirmay turib, netchilgan bahorlar. Ütüp ketidi deyishdiq. Rostilla ütüp ketdi. Arzularga yetolmay 10 necha fasl. Bir qatim shod kulolmay oy yoki fasl. Visol quchib chaqnay olmay yil yoki asr. Ütüp ketdi deyishdiq. Rostilla ütüp ketdi. Go'shlardan ütüp so'ngakka yetdi. Og'riq jonni qiynab yelik kichiyatdi. Ba'zilarda tipirlig'idek kuchim yo'q yetib ketdi. Yana ba'zilar shu yotqancha sesibmi ketdi. Ütüp ketdi deyishdiq. Rostilla ütüp ketdi. To'liq savat chiqarmay turib balaliq ütüp ketdi. Yor vasliga yetmay turib yoshlik ütüp ketdi. Külüp bakmay turib qirollik, xushallik topmay turib buvaylik, yashashga qanmay turib hayotlik o'tib ketdi. Yani nima o'tib ketish kerak hamda?抖音